Qarasaka? Rahmat. Biz buni sevib ichamiz oilamiz bilan. Xudo xolisa. Bu xlorofildi. Buni tarkibida Fisher degan olim xlorofil donachalari bor. Mana xlorofil mana yashil nima o'simliklarda barglarda yashillik ichida xlorofil bo'ladi, bilasizlar. Lekin shu xlorofilni nimasini kimyoviy strukturasini o'rganib chiqqan Fisher degan olim bizning gemoglobinimiz bilan xlorofilni strukturasi, kimyoviy strukturasi bir xilligini aniqlagan. Faqatgina temir bilan magniy almashsa bo'ldi. Magniy bo'lgani uchun yashil, bu magniyning o'rniga temir qo'nganda qizil rangga aylanadi. Ya'ni bu tayyor qon deb aytsa ham bo'ladi. 20 minutda bizning qonimizda bo'ladi bu.